Agar tadbirkor bo'lsangiz, birorta biznesingiz bor, sotuvlarni oshirish kerak yokida ekspertsiz, birorta mentorligingiz bor, qanaqadir kurs sotasiz. Mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Sizni to'g'ri qanaqa qilib shaxsiy brend qurish bo'yicha to'liq tushuntirib beraman, etaplarini 1-2-3 qilib va o'sha shaxsiy brendingizni o'zingiz qurishingiz mumkin yokida kimgadir topshirish orqali sotuvlaringizni oshirishingiz mumkin. Xo'p, o'zim tanishtiradigan bo'lsam, ismim Abdurahmon, marketing yo'nalishida ishlayman. Shu bilan birga shaxsiy brendlarni ham quraman. Tadbirkorlarni, ekspertlarni shaxsiy brendini qurish bilan shug'ullanaman. Bir qancha loyihalar bilan ishladim va shuni tushundim, hozirgi paytda eng trend narsa shu bo'lib qoldi. Xo'p, birinchi o'rinda nima qilish kerak? Shu bo'yicha etap-etap sanab beraman, 1-2-3 qilib. Xohlasangiz, o'zingiz boshlashingiz ham mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'rib bo'lganingizdan keyin shaxsiy brend qurishni xohlasangiz, birorta jamoa bilan ishlashingiz ham mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda qiladigan ishingiz, agar sizda kameraga gapirish, videoga chiqish tajribasi bo'lmasa, birinchi o'rinda shuni qilish kerak. Yokida tajribangiz bor, lekin yaxshi rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda kamera bilan ishlashni o'rganishingiz kerak. Buning uchun oddiy telefon bo'lishi mumkin, Samsung yokida iPhone, qancha endi iPhone bo'lsa yaxshiroq modellaridan olib, oddiy kamerada o'zingiz qilayotgan ishlaringizni ko'rsatib berishdan boshlashingiz mumkin. Sababi, qanaqadir misol pul ajrata olmasangiz, shu variant yaxshi boshlanishiga, lekin jamoa bilan ishlayman desangiz, u bo'yicha ham videoni oxirida aytib o'taman. Xo'p, kameraga gapirish bo'yicha qanaqa ko'nikmalar kerak? Birinchi o'rinda sizlarga maslahat beraman. Taxminan 50 ta yokida 100 ta videoni yaxshi chiqadimi, yaxshi chiqmaydimi sifatiga e'tibor bermasdan gapirib ko'rish kerak. Gaplaringiz qanaqadir yaxshi chiqmasligi mumkin, o'zingizga yoqmasligi mumkin, lekin asosiysi tajriba bo'ladi. Uni o'sha 100 ta olingan videoni qo'yib ham ko'rish kerak. Birorta sahifaga, masalan, Instagram sahifasiga yokida Telegramga yokida tanishlaringlar bo'lishi mumkin. Ularga jo'natib ham ko'rishinglar kerak. O'shanda odam ichidagi hayajonni yengib oladi. Birinchisi, ya'ni kamera bilan ishlashni o'rganish kerak. Yana bitta zo'r maslahat beraman. Telegramda bilsanglar, yumaloq nima bor? O'sha video jo'natadigan, o'shani olib ko'chaga chiqib, odamlarning orasida, parklarda, qanaqadir jamoat ko'p bo'ladigan joylarda video olsanglar bo'ladi. Shtobi fikrlarni bemalol bildirasizlar. Atrofdagi odamlarni o'sha o'ylash fikrlaridan sizlarga bo'lgan o'zingizlarda bo'lgan hayajon, nimalarni yengib olishingizga ancha zo'r foyda beradi. Xo'p, birinchisi shu. Ikkinchisi bu ya'ni shaxsiy brend qurishda ikkinchisi sizlar blogingizda pozitsiya bo'lish kerak. Ya'ni siz yokida mahsulot sotasiz, yokida xizmat sotasiz, tadbirkor bo'lsangiz, ekspert bo'lsangiz, mutaxassis bo'lsangiz, o'sha birorta mentorligingiz bo'lishi mumkin, kurs sotishingiz mumkin, yokida qanaqadir soha vakili bo'lishingiz mumkin. Xizmatingizlarni, ya'ni o'sha sotuvni oshirish kerak. Bu holatda sizga albatta shaxsiy brend kerak bo'ladi. Chunki to'g'ri qurish kerak bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, masalan, siz aytaylik klinikada, ya'ni tish doktorsiz, stomatologsiz. Siz 2-3 ta misol yokida 5-10 ta mijoz bilan ishlasangiz bir oyda shaxsiy brendingizni qurganingizdan keyin albatta obunachilar bo'ladi, klientlaringiz ko'payadi, juda ham ko'p foydalar bo'ladi. Tadbirkor bo'lsangiz ham xuddi shunaqa. Odamlar tanishib boshlaydi, mijozlaringiz ko'payadi, sizga bo'lgan ishonch ortaveradi. Ya'ni sotuvingizni oshirishga juda ham katta yordam beradi. Xo'p, blog pozitsiyasi nima? Masalan, sizda bitta yo'nalish tanlashingiz kerak. Masalan, xizmatmi u yokida qanaqadir mahsulotmi? Aynan qaysi biri ko'p sotiladi? Aynan qaysi biri orqali siz daromadingizni oshirishingiz mumkin? O'sha sohada, ya'ni o'sha nima sotsangiz, misol uchun mahsulotni ko'rsatib berishingiz kerak yokida xizmatingizni qanaqa afzal tomonlari bor, qanaqa odamlar natija olyapti, mana shu narsalarni ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni bu pozitsiya deyiladi. Mutaxassis bo'lsangiz ham xuddi shunaqa. Misol uchun aytaylik, mutaxassissiz yokida qaysidir sohada siz o'quvchilarni o'qitasiz, zapusк qilishingiz kerak. Ya'ni kurs sotishingiz kerak yokida mentorlik qilishingiz kerak. Shu paytda siz bitta sohada o'zingizni mutaxassis qilib ko'rsatishingiz kerak. Kim uchun, misol uchun sizga oddiyroq savollarni misol qilib keltiraman, pozitsiyalash uchun.
kim uchun chiqasiz, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda kim uchun video qilasiz, sizni mijozingiz kim, yoshi, jinsi, qayerda yashaydi, nima xohlaydi, mana shu savollar bor bir qancha. Bularga javob berishingiz kerak. Bu blog pozitsiyalash bo'ladi. Xo'p, birinchi va ikkinchi etap juda ham qiyinroq etaplar hisoblanadi, lekin shundan albatta o'tib oladigan bo'lsangiz, uchinchi etapda siz o'sha как professional darajada o'sha o'zingizni blogingizni yuritishni boshlaysiz. Misol uchun aytaylik, o'sha sahifangizga obunachilar kirishni boshlaydi, videolarni sifatli qilib qo'yishni boshlaysiz. Chunki birinchi aytganimdaqa 100 ta videoni oldingiz, sizda ancha tajriba bor bo'ladi. Shunaqa qilib, uchinchi etapda siz o'sha haqiqiy ish jarayoniga kirishasiz. Buni natijasi birdaniga bo'lmasligi mumkin, lekin 3 oy, 4 oydir, balki yarim yilda sekin-sekin shaxsiy brendingiz bu orqali uzoq muddatga ishlanadi. Ya'ni uzoq muddatda Xudo xolasa yaxshi natijalarga erishishingiz mumkin. Xo'p, mana shu eng asosiy etaplarni sanab berdim. Biza o'zimizning xizmatlar bo'yicha aytaman. Menda konsultatsiya ham bor. Aynan tadbirkorlar uchun yokida soha mutaxassisi bo'lsangiz, ekspert bo'lsangiz, konsultatsiyamga yozilishingiz mumkin. Men profilda o'sha pastda Google forma bor. Google forma qoldiraman. Google formani to'ldirsangiz, men sizga aloqaga chiqaman. Bundan tashqari telefon nomerimni ham yozib qo'yaman. Telefon qilsangiz, shu bo'yicha gaplashishingiz mumkin. Bizada misol uchun marketing xizmatlari ham bor. Agar biznesingiz bo'lsa, tadbirkor bo'lsangiz, uni yuritib berishimiz mumkin. Bundan tashqari shaxsiy brendimni qurmoqchiman, birga ishlaylik, hamkorlik qilaylik degan maqsadingiz bo'lsa, Xudo xolasa, konsultatsiyada shu bo'yicha gaplashishimiz mumkin. Ya'ni shaxsiy brendingiz bo'yicha. Ekspert bo'lsangiz ham xuddi shunaqa bemalol telefon qiling yokida formani to'ldiring. Men o'zim aloqaga chiqaman. Birga hamkorlik qilishimiz mumkin. Biza bir qancha avtosalonlarda ishladik, sotuvlarini bir necha barobarga oshirib berdik. Aynan qaysilar qanaqa bo'ldi, hammasini men sizga ko'rishgan paytimizda tushuntirib ko'rsatib beraman. Xudo xolasa, agar ishlash niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqing, birga hamkorlik qilamiz.